Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizlarda matoviy svet urilgan, svet emas, o'zi plyonka urilgan Cobalt Urganchdan keldi. Hozir buni motor korobkalarına programma yozib berdik. Tak, shunga tuning etilgan. Korobkasi kodlangan ekan, kodlarni ochib, tez-tez almashadigan garatskoy rejimda programma yozib berdik. 130 km yurib turgan ekan. Endi xudo xolasa skors almashlari tez bo'ldi, plavniy. Motorniy programmada pedal chuvство haddan tashqari baland, bosgandan kuriydi, arg'i tarafi 100 dan keyin tortmay qoladi ekan. Haydab ko'rdik, chotki yurib turibdi. Korobka programmasi tushunarsiz, zavodskoy deyin farqi yo'q ekan, umuman qiyin almashtiribdi ekan. Xudo xolasa gazlarini dim yopib tashlagan ekanlar. Kim hozir bir gap aytaman, tushunsa kommentariya yozib ketsin. Ekonom qilish uchun avtomatni gazini ochdik. Sababini kim bilsa kommentariya yozib ketsin. Gaz ochildi, lekin shu bilan ekonom qildik biz. Kim tushunsa yozib ketasizlar. Xudo xolasa shunday xizmatlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Xorazm Ship House. Manzilimiz ko'p odam so'raydi kommentariyada, ulgura olmay turibman javob bermaga. O'vanash haykalni bilasizlar. Bag'atdagi shuni doğrusunda ishlaymiz biz. Bag'at sentrida xizmatlar uchun kelaverasizlar.